Rahmat. Ha, kelinim shamallab qopti. Yo'q, yomon shamollabdimi? O'pkasiga ham o'tib ketibdi. Na oyog'iga paypoq kiyadi, na qornini boylaydi. Mana oqibat. Oliftalik qilib likillab yurdi, tashqariga chiqib ishlarni qilib. Voy, hozirgilarga hayronman. Biz tog'ora kirlarni yuvganmiz. Hovlilarni supurib, suvlar sepib, hamma yoqni tozalab, hamma ishlarni qilganmiz, balo ham urmagan. Hozirgi yoshlar biram nimjon. Xola, keliningiz kichkina chitlasi chiqmasdan ish qildiryapsizmi? Yo'q. O'zi qilyapti-da. Men dam oling, hay bolangizga qarang, hay o'zingizga qarang deyman. Yo'q. Lik ketib chiqib shu kir yuvib qo'yapti, bu ishlarni qilib qo'yapti-da. Shifokor yotib davolasin, bir 10 kun deydi. Bolaga kim qaraydi? Bu yotvosa. Nima qilasiz, yotqizasizmi yoki? Voy, o'shanga shifokor